Assalomu alaykum, hurmatli Qudrat Qushchi kanali obunachilari, qush ishqibozlari, ya'ni Kanareyka ishqibozlari. Bugun inshaalloh sizlar bilan Namangan viloyati, Namangan shahar Rameka qush bozoridan, Kanareykalar qatoridan video syomkalarimizni boshladik. Bugungi chislamiz 2026-yil 2-aprel hafta kuniga yakshanba, har yakshanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Xudo xolasa bugun sizlar bilan birgalikda Kanareyka bozorini to'liq yoritib chiqishga harakat qilamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab videoni keng tarqalishda o'z hissangizni qo'shib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda haqiqiy jaydaricha video qilamiz. Bitta like bosib qo'ysani bo'ldi, obuna bilan birgalikda. Kanalimizda reklama yo'qligini hisobiga. Inshaalloh reklamasi borlar qushlar va boshqa qo'yinki reklamasi borlarni qo'yib chiqaverasizlar. Qo'ldan kelganicha mentalitetimizga to'g'ri kelgan holatda bo'ladigan bo'lsa reklama qilib beramiz. Reklama uchun nomerlarimiz 93 511 61 61. Hop, hozir Ravshan akani oldidamiz. Qo'ldan kelgancha Ravshan akadan ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Ravshan akani ko'pchilik taniydi. Kanareyka bo'yicha Xudo xolasa Namanganda nomer 1 bilan musobaqalarga doimiy holatda mana qanga sayrab turgan Kanareykalarni olib chiqqanlar. Hozir bir qurb bilan suhbatlarni olamiz. Hop, boshladik. Bo'lmasam bu chekkadan Xudo xolasa bu joyni yoritib beramiz. Savdo ham turgan joylar bor. Ravshan aka. Joy bir qur ko'rsatib chiqami yoki savdoni sirazi boshlaylik-a bu chekkada. Ko'rsatgandan foyda yo'q. Ya bir kun narx bilan ketganimiz ma'qulroq biz uchun. Hozir shu tarafga o'tib bilamiz narxlarni. Va xolasa qashaydan boshlaymiz. Ashlar modelar. Yana bir qur bilamiz narxlarini. Savdo qilyaptilar shekilli o'zi. Savdo jadal. Old soft'tan biz koyuyoruz. 5-6 paketini aşağı. Lakas. Mano, narma. 3 böl. 6 mi yaptın? Öpürme. Ravshan aka. Har mikrofon. Muratbek, nima gaplar? Charchamasdan turibsizmi? Savollar bormi yana? Savollar bor, Xudo xolasa. Endi savollar haqiqiysini boshlaymiz-da. Bo'ldi. Hop, bular narlar. Ha, narlar. Narlar. Bularni pulicha endi narlarni. Mana qarang-da. Hop, Mana qushlar mana Yula aytyapti, ha. FIFA aytyapti, hammasini aytyapti. Qush buzug'i yo'q. buzug'i yo'q. Endi qarang-da. Ha, Bu asli hop $100 ham sotamiz bu qushni. hop. Lekin 2 dona, 3 dona sotamiz xolos-da. Aha, Biz ko'proq sotishimiz uchun, ha, aha. narxini arzon qilib qo'ydik. Asli shoshilmay sotsangiz $100. $100 ham sotamiz, 2 ta 3 ta sotamiz xolos. Ha, 2 ta 3 ta. Undan ko'ra sizga Ko'proq soni sotish ko'p kerak. bo'lsin, ha. Ha, ko'proq sotish kerak. Soni ko'p Shuning bo'lsin. uchun teng yarmiga qilib ko'proq sotyapmiz. Ko'proq sotilyapti. Ha, mana eshitib ko'ring, mana eshittirib ko'raylik. Xudo xolasa. Hop, bularni pulini nech pul dedik endi? 600 mingdan bular. 600 ming so'm. 600 mingdan. Ba'zisi trayning bilan kiryapti, ba'zisi trayningsiz kiryapti. Sizda zapislar ham bor. Mana mashinaga o'zi mana sotdi. Mana shu Yani qushni. qafasga. Mana qarang. Narmi bu? Nar sotdi. Qanchaga ketdi limonlar? Yo'q. Nishbi oldingiz? İmkoniyat darajasi 550 ming. 550 ming so'mga olishibdi. İmkoniyat darajasida qush ushlama shunaqa holat o'tsa, yana yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi-da. Zo'r bo'ladi shunda. Hech kim ko'ylak kelmaydi, boshini Shu kelmaydi. qo'l tegmaydi. Shuni ba'zilar qisib qo'yasan deydi-ku. O'sha narsa bo'lmaydi mana. Uzun holatda sekin o'tib ketdi. 550 ming so'm. Ovqat solasizlar, ha? Anaqa oldinglarmi? Suhra? Mana. Ha, bormi? Mana 550 ming so'm. Ha? Sotilgan. Bo'ldi. Bu qanaqa? Yaxshi. Bu ham ashimdan bir xil. Shiraga. Bir qanaqa? Mana o'rtada ketibdi-da mo'ljalda. Ha, tevaga qo'ydi. Ha. Buni tevaga qo'ydi. Hop, Buni atrofga qo'ydi. 550 ming so'm eng oxirgi narx ekanda deyman. Ha. Bo'ldi, 550 500 ming ham sotamiz. sotilaveradi. 500 ming ham sotdi. Buni 550 ming sotdi. Bu bir oylik kattaroq edi-da. Bundan kattaroq. Hop, maladoylar, modelacha. Modeli buni 250 ming so'mdan. Model 250 ming so'm. Bular ishlashga tayyor. Ishlashga tayyor. Display xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Yaxshi. Asosiy esa nari urug' o'tsa bo'ldi. Yana shunaqa bitta savol demanda. Hop. Nimaga ashini
ko'pincha shu po'piga kanareykan o'zi shu urug' o'tadi o'tmaydi degan savol qiynaveradi. Nimaga? Urug'i o'tish o'tmasligi. Misol deganim boshqa mana po'piga ayladi, boshqa qushlarda unaqa narsa ko'rilmaydi. Asosan mana shu kanareykachilarning ichida shu savol bor. Masalan qarang, bitta kanareyakani bir kishi boqdi, 4 yil, 5 yil sayr etib yurdi, bega chiqib turib sotiladigan bo'lsa bundoq deyiladi-da. 5 yosh kanareykan deyilmaydi-da. 1 yoshda sotib oladi. U kanareykalarni urug' o'tmaydigan bo'lib qoladi-da. Ashini hisob. Ashinisini hisobiga. 1 yoshli kanareyka bo'lsa, 1,5 yosh bo'lsa o'taveradi. O'taveradi. Ha. Shu savol meni qiziqtiradi. Doim so'rayman-da, esimdan chiqadi, mana bilib oldim. Shu holatda ekan. Demak, shu ko'p bularni sayrog'i bo'lgan hisobiga ko'pchilik sayr etadi-ku. Shuni hisobiga bu urug'dan qolar ekanda, asosan sayrog' o'zi o'tib ketib qolar ekan. Keyin bu narsa kanareyka misol uchun 5 yil sayr etsam, shu 1 yasharda turaveradi, yosh ko'rinadi. Shuni hisobiga ekan demak. Buni ham bilib oldik mana. Xo'p, telefon nomeringizni ayting, Ravshan aka. 93lik 93lik 912 52 22. Xudo xolasa serob sotiladi yo'llar. Keyin yana bitta tomoni urug' o'tmasligida. Hop, moda tayyor bo'lmasdan, yo bo'lmasa qo'shmasdan oldin, moda tayyor bo'lganini bilmaydi-da. Urug' yig'ib oladi moda. Ha. Keyin nari qo'shadi-da. Qo'shgandan keyin u urug' yig'ib olganda, u po'stoq qo'yadi. Ha. Qo'shilmay qoladi-da. Demak, vaqtini bilib qo'yish Vaqtini bilish kerak. Vaqtini bilish uchun qayerdan biladi uni? Uni qo'yadi, bintda yo bo'lmasa tualetning bo'magiga qirqib, yo bo'lmasa o'zini ipi bor. Ipini to'shigandan keyin moda, ina neriyog'dagi narrakni qo'shadi. Demak, oldin uyani tanlash kerak, teng qo'shmamadi. Oldin moda uyani tanlab bo'lish kerak. Ashuna qo'shiladi. Gap bor. Rahmat ma'lumot uchun. Xudo xolasa. Mikrofondan olamiz. Endi keyingilarga o'tamiz. Xudo xolasa kimga shunaqangi qushlar kerak bo'lsa, o'zlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bularda bor doimiy holatda. Endi keyingilardan bilamiz. Xudo xolasa bir chekkadan. Mana da mana xo'ja ota chiqibdilar. Endi ko'rib turman, bularda ham hammasi kanareyka. Asosan modalar pastdagilar shekilli. Ya'ni tevagan terib qo'yishibdi. Bugun sal havo pastligini hisobiga salafon ham kiygizib qo'yishibdi. Xo'ja aka, hurmat. Ular narxlarni ichib bildi endi, narxlarniki. 800, 800, 400, 250. 250 ming so'mlik ham bor ekan narxiga. Endi eshitib turibman bulardan 250 ming so'mlik. Arzon sotar ekanlar. Qolganlarda qimmatrog'i ham bor. Endi asli hammasi holatiga qarab. Holatiga qarab. Lekin qanchaga bo'ldi Aysha? Qanchaga? 130 modami? Moda 130 ming so'm. Tayyormi, hali bormi? Tayyor ekan, 130 ming so'mga sotibdilar opoda. Bularda arzon ekan qushlar. Ancha arzon ekan, mana shu opoda kelaverasizlar, xudo xolasa. 130 mingga moda, bag'i 250 ming so'm, 300 ming so'm, 800 ming so'mgacha bor ekan, holatlarga qarab ekan. Xo'p, endi keyingilarga o'tib ko'raveramiz. Ortiqcha bezovta qilmadik. Mana ham bor ekan, kanareyka. Raddiga sayrab o'tibdi. Bular pullarini hozir bilamiz egalarda. Mana ham zo'r sayrar ekan. Qarillatib o'tibdi-ku. Namangan shevada aytganda. Kimimizni qayerdan kuzatyapti? O'zi ko'tasizlar. Hop, bular mo'ljalda modalar. Mana ular moda. Modalarni ichib ko'ra, o'jaga modalar. Modalar 300 minggacha. 300 ming so'm. Mana hakka nari moda bu, shapka. Juvona hali. Malado. Manalarcha tayyor. Bular hammasi bir xil maladoymi? Hakka nar, manasi moda, manasi moda. Moda o'zi. Puli-chi puli bularni. Mana 300 ming kami bor, nari 500 ming kami bor. 300 ming, 500 ming, jupi 800 ming so'mga ozgina kami bor aytilyapti ekan. Hakka nari modani. Pepilcha. Apple narxi 500 mingdan, mana shapkasi 600 ming. Shapkasi 600 ming so'm ekan mana narimiz. Pastdagi 500 ming so'm. Pepil bilan nar. Mana ham nar ham, uchovi ham shapka. Pulicha. Devadagi 1,5 million kaseta bor, yuzug'i yo'q. Bularni 500 mingdan kam bor. Xo'p, TVdagi 1,5 million aka kaseta ovoz, qolganlar 500 ming so'mdan ozgina kami bor. Nomer ayting. Aralashma bor. 91 369 To'xtab turing. 91 369 7207. Adres qayerda? Sherblon, ya'ni Hasanobod Moshina bozor tarafda ekan. Bularning pulicha? Ular ham ha bo'ldi, shart masala bo'lmasa keyingizga o'taveramiz. Hop, keyingilarni bir chekkadan ber, Rashinakadan oldi, keyingilarni bir chekkadan ko'rib chiqaveramiz, xudo xolasa, ketdik. Mana modalar, tayyor yosh modalar. Modalarni ichib aka?
Bu modeli 150 ming so'mdan ekan. Limo hammasi. Hop, buni keyingilardan ko'ramiz, xudo xolasa. Bu chekkadan davom ettiraveramiz bugun. Mana shu bozor fon obzorini chiqamiz sizlar bilan. Pulni ish pul bilan, ustoz, assalomu alaykum. Charchama. Qaydan qanaqasiz ekan? Mana shu yerdan bog'lan aka. Bo'ldi, narxini ish pul modeli. Pullarim 350 ming so'm. Limo 350. Qo'lda ishlab olsangiz ham bo'laveradi. Tevaroq faqat. Limonli 350 ming Mana, so'm. ha, tevadagilar 350 ming so'm. Kaseta narlarim bor. 600 ming kami bor. Hop, Mozaikadan chiqqan narlar bor. 400 mingdan kami bor. tagidagicha. Krasniy moda bor. 250 ming kami bor. Hammasini kami bor. Hammasini kami Xudo bor. xolasa. Krasniy derevi tozasi bor, sayrab turgan. Ha, 450 ming kami bor. 450 ming so'm. Mozaika shapka bor, 500 ming kami bor. Tevadagicha pepilmi? Apple nar bor, 400 ming kami bor. Sayrog'icha, Sayroq sinis sovoz. urug'icha, urug'a. Urug'i bolasini o'limga. Xudo xolasa ishonarli dema. Ishonarli, ha. Hop, 400 ming so'mdan o'tib beriladigan joy bor. Mag'rib modelicha. Maladoylarimiz 150 ming so'mdan kami bor. Bular nar moda ajraganmi? 5 ta ichi bo'lmasa nari bor. 5 ta ichimiz nari bor. Ha, 9 ta. Opsha. Bitta uy ham ular. Yo'q, 2 juftli bolasi. 2 juftli bolasi, endi mana bitta bo'lsa nari bitta. Shunaqa. Hop, pepilchi shapka. Ha, krasniy derevalarimiz 250 mingdan maladoy bular. Hali malado, sayrog'i yo'q hali. Ha, bittasi nar, ikkitasi shapkaligi nar, manusi, manusi moda, mana atdimi? Ha, moda pepil atdimiz. Hop, bularni xudo xolasa Hammasi yaxshi. aloqaga chiqishaveradi. Bu ham sizdanmi? Bu xonu komika. Hop, bular nomeringizni ayting bularga endi, xudo xolasa. 99lik 99lik 323 323 78 84. 78 84. Mana shu akamizga aloqaga chiqaveradi. Doim bo'ladi. Ha, doim bo'ladi. Doimiy holatda bo'ladi, xudo xolasa. Qudrat kuchidan aloqaga chiqdim deyish esdan chiqmasa. Rahmat aka, charchama. Hop, endi keyingilarnikini bilamiz. Ustoz, ichib bilagan bular? 250 ming. Jup 200, dona 250 ming. Narmi odammi? Malado moda. Yo, aniqmi? Hali aniq emas, 250 ming so'mdan narx aytilyapti. Hop, malnacha ajraganlar. Barakama, bo'ldi gaplar, shart emas bo'lmasam, hop keyingilarni bilib, xudo xolasa bilaveramiz. Yaxshi-yaxshilarni. Bahor kelganda kirib qo'yganmiz, ahamiyat bermaslik uzr. Pulini ichib bilani? 200 mingdan modalar. Moda 200 ming so'mdan. Tayyormi? 200 ming so'mdan narx aytilyapti, tayyor deyilyapti. Endi-da, chiqdi mana bugun. Yosh emas, xudo xolasa. Ozgina ha, dehqonchilik bor, o'shalarni bozorga olib chiqib. Hop, 200 ming so'mdan kami bor aytilyapti modalarni. Hop, tayyor malnacha kattami bular? Bu ham malado, pulicha? 150 ming. Narmoda ajramagan. 150 ming so'mdan narx aytilyapti. Narlacha? 300 mingdan. 300 ming. Urug' o'tadi. Xudo xolasa 100%. Manucha? Jupa bir bo'la. Privaznimi? Jupa 1 million. Mazaka ishlaganmi bular? Hali bu yerda ishlamagan ekan, jupa 1 million so'mga. Nomer qo'yamizmi? 33lar. 88 55 22. Bora uyda. Xudo xolasa qudrat kuchidan aloqaga chiqdik deyaverasizlar nasib qilsa. Rahmat. Hop, mana akamiz borlar. Bu akamiz Namanganda sentrda, Oromgohda Zo magazinda mashinaniki Zo magazin. Baliq deysizmi, qush deysizmi, nima kerak bo'lsa bo'ladigan bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana mikrofon sizga. Sal qo'l yaqinroq qilib, bir qurb bilan endi narxini bilamiz. Xudo xolasa. Ushlab olsangiz ham bo'laveradi. Narxi modam bular. Bular moda hammasi tayyor. Hammasi moda, tayyor. Pulicha? 200 mingdan modalar. 200 ming so'mdan tayyor modalar. Salafonlar qo'yibsiz, strechlar. Sal ta'siri bormi o'zi? Issiqdan chiqqan Zo magazinda. Ha, Zo magazin tashqariga chiqqan shuni hisobga. Alo, narmi modami? Alo, nar sotildi bitta. Qanchaga? 200 mingga. 200 mingga sotilibdi. O bitta sabab bor mana. Kokil deydi-da, kokilyapti. Kokil, ha. Hop, 200 ming so'mdan kami bor. Bozor beritgani qancha bo'libdi? Bozor yuritgan 150 ming. 150 ming so'mdan. Hop, narmi modam bag'da. Hammasi moda. Moda bular, pastdagilar moda. Pulicha? Intervyular tumandan bor, qochibdi. Moda pulicha? Bular 300 minglik modalar. 300 ming so'mdan. Ha, toza modalar. Bozor beritganicha? 250 minggacha. 250 ming so'mgacha savdosi bo'lyapti, berilmayotgan Mana modalar. narlar hammasi. TVdagilar nar 6 tasi. Pulichi bilana? Mana limonlar, hakkalar 300 mingdan, mana ular 1 milliondan, mana ular. 300 ming so'mga 1 million so'm narx aytilyapti bular bedagilarni. Yo'q, kerak. Bozori yana kami bo'ladi bular aytilgan narxlarda. Xudo xolasa bularda doimiy holatda bo'ladi, chunki bularniki
Zo magazinda bularda doim bo'ladi. Nomer aytib qo'ying keyin aniqli. 90'li 90'li 596 596 67 77. 67 77 Namangan shahar Oromgohdagi Tanganika ahvoli Fish Zoo magazin. hop Zo magazin bag'i Oromgoh dom molasi kirib ketish sveto'fordagi Zamzam что yo'pariz. Zamzam yo'parasiz, xudo xolasa. Hop endi keyingilarni ko'ramiz. Rahmat Charchon. Hop endi keyingilarni ko'ramiz. Aynan ham chiroyli ma'lumot berdik akalarimizga, Alloh rozi bo'lsin. Xolis xizmatda ham biz ham xalq uchun. Bu yerda manfaat bo'lmaydi. Chunki YouTube'da menga pul tushmaydi. Hop buni qo'ysani bo'ldi, xudo xolasa. Hop mana modalarni bilamiz o'z narxini. Model narxini nechta pul aka, hurmat? Model oka 150 mingdan. Mikrofon avvalo. Yaqinroq bo'ladi. Qanchadan? Oka 150 ming so'mdan qilib beramiz, tayyor modellar. Tayyor model 150 ming so'm. Mana oka narmoda buni jupini 600 ming qilib beramiz. Jup 600 ming Mana so'm. oka перевозно, resisi, mazaka. Bular oka 400 mingdan qilib beramiz. Bular ham moda. Moda. Bular ham moda oka. Moda pulicha Bular oka 100 mingdan qilib beramiz. 100 ming so'mdan. Bedena qanaqa bedena? Yaponskiy moda bu. Yaponskiy O'qib turgan. tuxum qilitka bu yaponskiy bu sayrog'i ha bular. Yo'q, sayrovda emas, buni dekorativniga boqiladi, tuxum uchun. Kaloriyasi kuchli, foydali. Gap yo'q, rahmat. Aloqaga Ko'taradi chiqdi. tuxumni. Xo'p, bitta savol. Hibrid bular. Gibrid, Bu xo'p. alodan chiqqan. Hop, Bu hop yoshroq, bu katta sayrovdagisi. hop. Mana ular Krasnoyer va Kanareyka bular. Hop, bitta savol. Puli nechi buni? Bular oka $100 qilib beramiz oxiri. Tevadagi necha? Bular oka 250 ming so'm, sayrab turgan narxda. Sayrab turgan. Hop, mana ham $100 o'shanda? Yo'q, buni oka 8 ming qilib beramiz, bu yosh bu. Yosh. Endi ovoz kiritdi bu. Hop, bitta savolda. Bu narsani ko'paytirishda sizga doimiy ko'raman. Qanaqa ko'paytiriladi buni? Oka buni O'zingiz ko'paytirganmisiz yoki kelganmi? ko'paytirish jarayonini ko'rsatib boramiz. Agar uyga borsangiz, xudo xolasa ko'rsatib, videoga qo'yarsiz. Video qilamiz, xudo Ha, xolasa. xudo xolasa. Qo'shganingiz bormi buni? Yo'q, hozir yo'q. Tay o'z bahorda Qo'shiladi qo'shiladi. jo'jalar bilan. Yo'q, deganim hozir bahor mavsumida qo'shiladi asli. Endi qo'shilish jarayoniga yetib kelinadi, endi qo'shish jarayoni bo'ladi endi. Qo'shib jo'raman, bu $100 aka, lekin kamaytirib beradilar. Xudo xolasa nomerlarni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasiz. Juda ko'pchilik so'radi, qo'shsam qanaqa bo'ladi deb. To'shni qo'shish ma'lumotini egan o'zlaridan olamiz egalarni. Hop, bag'dagilarcha. Bular Kanareyka oka bular. Hop, Bular 300 ming so'mdan narlar. narli 300 ming so'mdan. Bular 250 ming so'm, bular ham 250 ming so'mdan donasi. Bo'ldi, nomerni ayting. Nar bular. Nomerni aytib qo'ying, nomerni. 77 715 0004. Rahmat. Xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgani bag'i. Hop. Ko'pchilik so'ragan qut. Ya'ni ipak qushlarga beradigan qut. Nech pul buni kilosi? 250 ming. 250 ming so'm, 100 gram 25 ming so'm. Hop, bunisicha bu yirikroqi. Bunisi 300 ming so'm kilosi. Kilosi 300 ming so'm bo'ladi buni, Xudo xolasa. Hop, rahmat. Narxini bilib oldik, ko'pchilik so'ragan narsani qo'ldan kelganicha. Hop, kimga shunaqangi narsalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'ydik. O'zimizga ham aloqaga chiqaverasizlar, Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchama. Bugun bir imkon qilib chiqdik, video qilaylik deb. Charchama. Rahmat, tinchmisiz? Yaxshilik uchun. Hop, hurmatli obunachilar. Kerak bo'lsa o'zimizdan bor, ehtiyot nomerimiz o'sha 93 511 61 61 aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat hammaga.